Haydovchilik kasbini zamonaviy talablar asosida o'rgatish, amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish va o'quv bazasini mustahkamlash muhim hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi va mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchi korxona o'rtasida memorandum imzolandi. Mazkur hamkorlik memorandumi doirasida tashkilot buyurtmasi asosida zamonaviy yuk avtomobillari ishlab chiqariladi. Ushbu texnikalar haydovchilarni tayyorlash jarayonida foydalanish uchun bosqichma-bosqich o'quv muassasalariga yetkazib beriladi. Bu esa amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish va tinglovchilarning zamonaviy texnikalarda tajriba orttirishiga xizmat qiladi. Hamkorlikning asosiy maqsadi bu avvalambor tashkilotda yo'lga qo'yilgan yuk avtomobil haydovchilarini tayyorlashda munosib o'quv moddiy negizni, xususan zamonaviy avtomobillarni ta'minlab berish. Bu bugungi kunda barcha tashkilotda o'qiyotgan fuqarolar ehtiyojlaridan kelib chiqib, zamonaviy avtomobillarni demak imkoniyatlarini hisobga olib amalga oshirilayotgan loyihalar. Yangi yuk avtomobillari Vatanparvar tashkilotining o'quv muassasalarida avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida B, C va C toifalari bo'yicha tahsil olayotgan fuqarolarning amaliy mashg'ulotlarida foydalaniladi. Hamkorlikning dastlabki bosqichida 60 ta Ford Tiger rusumidagi yangi yuk avtomobili xarid qilindi. Kelgusida esa tashkilotning respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan 208 ta o'quv muassasasini ushbu rusumdagi zamonaviy avtomobillar bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Bu esa o'quv jarayonlarini yanada takomillashtirish va haydovchilarni sifatli tayyorlash imkonini beradi. Bugungi kunda Vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarida respublika bo'ylab har yil o'rtacha 150 ming nafar fuqaro haydovchilik kasbiga o'qitiladi. Shuningdek, muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar va xorijda mehnat faoliyatini olib borishni rejalashtirayotgan fuqarolar ham ushbu kurslarda kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallamoqda. Mazkur hamkorlik haydovchilarni tayyorlash tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqish, amaliy ta'lim sifatini oshirish hamda transport sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.